Assalomu alaykum hurmatli haydovchilar. Bugun sizlarga programmamizda qanday qilib ishlashni qisqacha qilib video tahlil qo'yapmiz. Xo'p, birinchi o'rinda nimani tushunib olishimiz kerak asosiy bo'lim. Xo'p, bu oyna asosiy oyna. Bu oynada biz xaritada bo'layotgan zakazlarni, qayerda zakaz ko'p bo'lyapti, qayerda zakaz kam bo'lyapti, o'shalarni bilib olishimiz uchun bu oynadan foydalanamiz. Bu oynada o'ng tarafda ustuvorlik, mana bu ustuvorlik doimiy ko'tarilib tushib boradigan narsa. Misol uchun sizda haydovchilik, yangi haydovchi bo'lishingiz mumkin, professional haydovchi bo'lishingiz mumkin. O'sha haydovchilarga qarab ustuvorlik ko'tarib boradi. Xo'p, summa zakaz. Bu yerda siz bugungi bir kunda ishlatgan pullaringiz hisoblanib boradi. Bu yerda telefon raqamingiz prioritetingiz ko'rinadi, shunaqa narsalar. Keyin tepada qarasangiz xarita, keyin stoyankalar, bo'sh va oldin. Oldin degani bu qanchadir vaqtdan keyin bo'ladigan zakazlar haqida bu qisqacha ma'lumot berib o'tadi. Bo'sh zakazlar bu siz bermoqchi bo'lgan kimdir sizga berganda, bergan va 2 soat yoki 3 soatdan keyin yoki bir kunlardan keyin o'sha zakazlar ham bu yerda oldinda turadi. Ikki joyda bo'ladi. Xo'p, keyin stoyanka bo'limi, hozir bu yerda stoyanka bo'limi bizda yo'q. Nega? Chunki bu stoyanka bo'limi majburiy qatnaydigan haydovchilarimiz uchun bu stoyanka bo'limi mavjud bo'ladi, bizda yo'q. Xo'p, avtorazdachi tepadagi bo'lgan avtomatik tarqatish degan narsa bor. Bu avtomatik tarqatishni o'chirib qo'ysangiz, sizga faqat bo'sh bo'limga zakazlar kelib tushadi. Agar buni yoqib qo'ysangiz, sizga mana bu mening buyurtmalar bo'limida mana bu yerda zakazlar ko'rinish boshlaydi. Mana bu yerda bu bordyorni zakaz. Bu yerda bordiyor degani bu haydovchilarimiz o'zlari yo'lda ketayotgan vaqtda yo'ldan kimdir to'xtatib qolsa, mashina to'xtatib qolsa, o'sha yo'lovchilarga pulida qiynalmasligi uchun va kelishmovchilik bo'lmasligi uchun sizda taksometr hisoblash programmasi bor. O'sha taksometr mana shu yerda hisoblab boradi. Bordiyorni bosasiz, shahar tashqarida yoki soatbay shunga qarab itaverasiz. Soatbay bo'lsa, o'sha shahardan tashqaridagi bo'lsangiz, keyin sizda navigatsiyangiz ko'rsatib beradi. Navigatsiya. Bu navigatsiyadan chiqib ketasiz degan, agar mana buni boshlasangiz, ketaverasiz, mana bu yerda narx o'zgarish boshlaydi. Kilometr vaqt o'zgarish bilan narx o'zgarish boshlaydi. Bu yerda siz birinchi bo'limda bilib yuba oladigan narsangiz, bu yerda tarif degan bo'limi bor. Tarif bo'limiga shuni o'tsangiz, bu yerda sizga tegishli bo'lgan aynan tarifni ko'rsatadi. Ya'ni siz komfort tarifi va komfort tarifdan past tariflarda ishlay olasiz bemalol, lekin komfortdan yuqori tariflarda ishlay olmaysiz. Bu yerdagi narsalar. Xo'p, siz bu yerda bo'limini bo'ldingiz, bosib o'tdingiz, qanchadan vaqt o'tdi, pul hisoblandi, hamma narsani qilib bo'lganingizdan keyin hisoblash bo'limini bosib turasiz. К оплате 0 сум. Благодарим вас за поездку. Buyurtma miqdori, shu hamma narsa berilgan, batafsil ma'lumotlar hamma narsa berilgan. Keyin buyurtmani to'liq yopish degan narsani bosasiz va yopishni bosasiz. Kvitansiya chop etish, yopishni bosasiz. Bosib tursangiz, mana bo'ldi уже. Sizda bu buyurtma bo'yicha ma'lumot yo'q, mana bu chiqib ketdi. Bu narsalar hammasi sizning hisob raqamingizda turadi. Keyin bu narsa bo'yicha sizdan qo'shimcha to'lov olinmaydi. Bu o'sha siz kimni qancha to'lov olsangiz, o'sha to'lov olinadi. Boshqa qo'shimcha to'lov olinmaydi. Xo'p, keyingisi mening zakazlarim bo'limida navbatdagi bo'lim, sizga zakaz tushdi, siz zakazni oldingiz, avtomatik zakazlar shunaqa, siz zakazni oldingiz, yana keyinchalik ham siz yo'lda yurib ketgan paytda sizga zakaz tushdi, qanchadir masofa qolganda, o'sha zakazni olganingizdan keyin bu bo'lim navbatdagi bo'limga o'tadi bu. Navbatdagi bo'limga o'tadi va navbatdagi bo'limdan siz zakazlar olingiz, o'sha olingan zakazlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda navbatdagi bo'limdan o'tib, keyin bo'ldi. Keyingisi xabarlar bo'limi. Bu eng asosiy bo'lim bo'ladi. Xabarlar tepasida eng yuqorida yangiliklar bo'limini har doim ochib tekshirib turishingiz to'g'ri keladi. Chunki bu bo'lim nimaga? Bu bo'limni bir marta ochganingizdan keyin sizdan ochishni qayta so'ramaydi. Mana o'chib ketadi. Mana o'sha paytda, o'sha vaqtda tashalgan deb degan ma'lumot beradi. Bu bo'limni siz tekshirib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, hamma narsani tekshirib bo'lganingizdan keyin, xo'p, dispetcherga bog'lanish uchun dispetcherga SMS yozasiz, SMS xabar yozasiz yoki o'zingiz haqida qanaqadir ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsangiz, men shu yerdaman, lekin menga hech qanaqa narsa bo'lmayapti desangiz, o'sha siz haqingizda ma'lumotdan bu yerdan ma'lumotlaringizni tashlab berishingiz mumkin bo'ladi, lokatsiyangizni tashlab berishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyin ma'lumotlar hamma ketadi. Bu yerda faqat xabar yozish mumkin, lokatsiya turgan joyingizni yuborishingiz mumkin, boshqa narsa yubora olmaysiz. Xo'p, keyingi bo'lim menyu bo'limi. Menyu bo'limida eng yuqori bo'limida siz haqingizdagi ma'lumotlar, qisqacha ma'lumotlar bo'ladi. Login, parol, suratlaringizni o'zgartirishingiz, suratlaringiz bo'ladi. Keyin pastdagi keyingi bo'lim, svobodniy bo'lim. Bu svobodniy bo'limda nima bor? Bu svobodniy bo'lim sizning holatingiz, mashinangiz holatini belgilaydi. Misol uchun obed, remont yoki pereriv. Sizda qaysidir holatda bizda o'sha narsa haqida ma'lumot kelish uchun bu bo'lim yaratilgan. Xo'p, undan keyin avtomatik tarqatish bo'limi. Yuqorida ko'rib turganingizdek, mana bu yerda chap taraf yuqorida avtomatik tarqatish bo'limi bor. Bu avtomatik tarqatish bo'limini bu yerda svobodniy bo'limda avtomatik tarqatishni filtrlash degan narsani legirovka qiladi, ya'ni o'zgartiradi. Xo'p, bu yerda nastroykasi bo'limi bor. Nastroykasida o'zingiz bironta narsa qo'shishingiz mumkin. Standartni degani bu biz yaratgan avtomatik tarqatishni biz yaratgan usuli. Siz ham o'zingizga yaratib olishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun damoy filtrini yoki bu yerda xohlagan narsangizni yarata olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni siz qayergadir bormoqchi bo'lgan manzilingiz, nuqtangiz, hamma narsani kiritib qo'yasiz. O'sha narsani kiritib, o'sha narsa bo'yicha ishlaydi. Avtomatik tarqatish, misol uchun siz qaysidir tumani ichida zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu tumanni berib qo'yasiz. Ya'ni misol uchun Ohangaron yoki Toshkent tumani yoki Zangiota tumani, O'rta Chirchiq tumani, bu o'zingiz xohlagan tumaningizni qo'yasiz. Bu O'zbekiston bo'yicha hamma tumanlar berilgan bu yerda. Hamma tumanlar haqida ma'lumotlar berilgan. Mana misol uchun ko'p ma'lumotlar, mashina yetkazib berish joylari. Mana Xo'p, keyin o'zingiz belgilab qo'yasiz. Misol uchun avtorizasiya yozasiz, 1 kilometr masofada, metr hisobda 1 kilometr masofada sizga zakazlar avtomatik tartibda tushadi. 1 kilometrdan oshiqlari hammasi sizga svobodniy zakaz tushadi. Xohlang 2 kilometr, xohlang 3 kilometr berib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, belgilangan joylar. Bu o'sha siz belgilangan joylarda o'sha zakazlar olishingiz mumkin bo'lgan joylar. Xo'p, bu belgilangan joylar, mashina yetkazib berish joylari, bu B nuqta, ya'ni siz
ma'lumot yo'lovchini oldingiz va yo'lovchini yetkazib berishga beradigan ma'lumotlar bu bo'limda bo'ladi. Xo'p, ketma-ketlik bilan o'zingiz xohlagan joyda belgilab qo'yish mumkin. Filtr, faz, radius от adres назначения. Bu B masofagacha bo'lgan masofa, ya'ni A dan B bo'lgancha masofa berilgan narsani siz o'zingiz belgilab qo'yishingiz uchun, masalan, 20 km, 15 km, 10 km, 5 km, 1 kilometrgacha o'zingiz xohlaganini belgilab qo'yasiz. Xo'p, keyingisi bularni bo'lib o'tdingiz, keyin balans tekshirish. Balans bo'limiga o'tasiz. Balans bo'limida xo'p, siz bugungi ishlagan balansingiz, bu asosiy hisobda turadigan balanslar va hisobni to'ldirish, hisobni yechish. Hisobni to'ldirish bo'limiga o'tsangiz, bizda video olish mobaynida bu narsa ko'rinmaydi. Bu narsa qo'llanmasi YouTube kanalimizda berilgan. Xo'p, hisobni to'ldirish va mablag'ni yechish bo'limlarini hammasini o'zingiz individual to'ldirib, hammasi imkon qadar oson berilgan. Xo'p, bu bo'limda keyin bu tafsilot bo'limi sizga hamma ma'lumotlaringizni bu to'ldirganingiz, yechganingiz hammasi haqida ma'lumot berib boradi bu bo'lim. Xo'p, bu bo'limdan chiqasiz. Xo'p, ustuvorlik bu sizning zakazlar qilgan ma'lumotlariga qarab yoki dinamik reytinglaringizga qarab beriladigan narsalar bo'ladi. Xo'p, keyin smena haqida bu hozircha smena hali chiqmagan. Smenalar xudo xolasa keyinchalik ko'rinadi. Xo'p, keyingisi bu avtomobil haqida ma'lumotni bilasiz. Siz avtomobil haqida qisqacha ma'lumotlar bor. Masalan uchun bu yerda avtomobilga rasm qo'yishingiz mumkin o'zingiz. Bemalol o'zingiz rasm qo'yishingiz kerak bo'ladi yoki biz sizga rasm qo'yib beramiz. Xo'p, buyurtmani filtrlash. Buyurtmani filtrlash bu bizning asosiy bo'limimiz bo'ladi. Bu buyurtmani filtrlashda, ya'ni hisobotni zakazga ham bu narsa ta'sir qiladi. Buyurtmani filtrlashni bosasiz, o'zingiz filtr qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Masalan uchun buyurtmani radiusda ko'rsatish. Misol uchun necha kilometr radiusda buyurtma ko'rsatilsin. O'sha siz aytayotgan hisobotni zakazda ham bu avtorazdachada ham bu narsalar bu avtomatik tarzda bo'ladi. Misol uchun 5 km masofada bizga buyurtma zakazlar ko'rsatib turadi. O'sha zakazlarni olib ketishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisi shahar va shahardan tashqarida turadigan tashqaridan turiga ko'ra yashirish. Ya'ni siz shahardan tashqaridami? O'sha narsani siz berib ketishingiz mumkin. Toshkent shahri bu shahar, boshqa hamma shaharlar, viloyatlar bu shahardan tashqarida, har bir shaharda markazida shaharda bo'ladi. O'shalar bu ham shahar hisoblanadi. Xo'p, tayyor bo'limini bosasiz. Keyin oldindan berilgan buyurtmani yashirish. Bu buyurtmani yashirsangiz sizga hech qanaqa oldindan berilgan buyurtmalar ko'rinmaydi. Doimiy sizdan yangi buyurtmalar ko'rinadi. Ta'minot maydonlari siz qayerdan zakaz olmoqchisiz? Bu haqida ma'lumot berib o'tasiz. Misol uchun siz Toshkentdan zakaz olmoqchisiz yoki qaysidir viloyatdan xohlaganlarini tanlab qo'yasiz. Misol uchun bir nechta tumanlardan zakaz olmoqchisiz yoki bir nechta viloyatlardan. Bu yerda qarang. Bu yerda ma'lumotlar shunaqa berilgan. Toshkent OB, bu Toshkent oblasti, ya'ni Toshkent viloyati, Jizzax viloyati, Andijon viloyati, viloyatlar va undan keyin tumanlarga o'tamiz. Tumanlar, xohlagan tumanlarni belgilab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Hamma tumanlar belgilaganingizdan keyin mana xuddi shunaqa ko'rinadi. Keyin berilgan joylarni filtrlash. Bu ma'lumotlar bu ham xuddi o'shanaqa. Siz ma'lumotlarni belgilangan joylarni filtrlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi bu yerda ham. Xo'p, keyingisi belgilangan nuqta, ya'ni siz B nuqtani belgilangan nuqtani deb tushunishingiz mumkin bo'ladi. Keyin bank o'tkazmalar orqali to'lov bilan buyurtmalar yashirish. Bank to'lov o'tkazmasi, ya'ni karta orqali to'lovlar bu yerda ko'rinadi. Keyingisi bank karta orqali to'lov bilan buyurtma yashirish. Bu ham buyurtmalarni ko'rsatish, ya'ni yashirish degani o'sha narsalarni ko'rsatmasin, boshqa hammasini ko'rsatsin degani bo'ladi. Xo'p, bu hamma ma'lumotlarni qo'shganingizdan keyin bu yerda filtr qo'yishni bosasiz va sizga yangi filtr paydo bo'ladi. O'sha filtr bo'yicha ma'lumotlardan foydalanasiz. Sizda filtr bo'limida mana misol uchun bu yerda tepada eng yuqori qismi o'ng qismida birinchisi vilkani rasmi, keyin lokatsiya rasmi, keyin обновление rasmi, keyin filtr rasmi. Mana bu o'ng qo'l agar filtr yonsa, filtr yondi degani. Yoki avtorizatsiyani o'chirganingizdan keyin ikkinchi qismi qizil yonsa, bu filtr avtorizatsiya o'chiq, sizga hozir faqat hisobotni zakazlar ko'rinadi. Xo'p, agar lokatsiya o'chsa, programmangizga internet o'chib qolishi mumkin. Shunaqa narsalar o'chsa, bu ma'lumotlar mana ketma-ketlik bilan o'chib boradi. Masalan uchun internet o'chdi. Internet o'chsa, birinchisi o'chadi, ikkinchisi lokatsiya o'chsa, mana bu yerda lokatsiya ham o'chadi. Har bir bo'lim bu yerda o'chib borish boshlaydi. Bu bizga onlayn bu holatda ishlaydi, offlayn holatda ko'proq ishlamay qolishi mumkin, ehtiyot bo'lamiz. Xo'p, keyingisi mana lokatsiya ham o'chdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu narsaga e'tibor berasizlar, hurmatli haydovchilar. Xo'p, bu hamma ma'lumotlarni qisqacha berib o'tdim. Xo'p, navigatsiya, sozlamalar bo'limi. Bu bizda yana bir narsani urg'u berib aytib o'tishim kerakki, yana bo'limida bu sozlamalar bo'limi. Sozlamalar bo'limida biz bizga o'zimizga kerak bo'lgan navigatsiyani tanlab olishimiz uchun funksional bo'limga kiramiz, navigatsiya bo'limiga kiramiz. Sizga o'zingizga kerak bo'ladi. Misol uchun sizga qaysi qulay bo'lsa, o'sha narsani o'rnatib olishingiz kerak bo'ladi. Yandex navigator, misol uchun Yandex navigator. Bu narsa e'tibor berishingiz kerak. Bu yerdagi har bir narsalar sizda o'rnatilgan bo'lishi kerak. TM navigator bu programmani o'zining shaxsiy navigatori. Keyin navigator umuman foydalanmasligingiz mumkin, chunki qayerdir yaxshi bilsangiz, mana navigatordan foydalanmang. Yoki navigator Yandex navigator, bu Yandex navigator bu sizda bo'lishi kerak bo'lgan navigatorlar. Google Maps'ning sizda bo'lishi kerak, Waze, 2GIS va BGeo. Bu navigatorlar hammasi sizda bo'lishi, telefoningizda o'rnatib qilingan bo'lishi kerak. Ya'ni misol uchun Waze'ni bosganingizdan keyin sizga Waze'ni ochib bermasa, значит siz telefoningizda Waze degan navigator programmasi o'rnatilmagan bo'ladi. Xo'p, keyingisi откройный karta. Karta для navigator. Bu sizda birinchi o'rinda turgan karta bo'limida o'sha OpenStreetMap yoki Google bo'lishi kerak bo'ladi. Ikkalasidan xohlaganingizni qo'yishingiz mumkin. Bu ochiq rang, bu tizimni rangi. Xohlasangiz to'q qo'yishingiz mumkin, xohlasangiz tizimni qo'yishingiz mumkin, xohlasangiz ochiq rang qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu keyingilar kerak emas, asosiy bo'limlar shulardan iborat. Hurmatli haydovchilar, sizlarga sog'lik, omonlik.